O'zimizni jaydari shirinligiga nima yetsin azizlarim. Arzimagan uydagi bor maslahat shunaqa asal shirinlik hammaga tavsiya qilamiz-da. Birga pishiramiz. Ketdik. 3 ta tuxum, yarim litr sg'ushonka molokodan shunaqa zo'r bomba shirinlik tayyorlaymiz. Buni hammani qo'lidan keladi. Boshladik. 3 ta tuxumni idishga chaqib oldik. Ozgina shakar, ozgina tuz. Axir xamir qilamiz-ku. Razg'iltel yaxshilab vilочкада aralashtirib olamiz. Yaxshilab turib, mana shunaqasiga qilib turib, tabiiy apparatda vilочкam bilan aralashtirib olamiz. Mana. Endi buni sal qattiqroq xamir qilamiz. Mana chiroyli sap-sariqqina xamir bo'ldi. Endi buni ozgina yarim soatga dam oldirishga qo'yamiz. Xamirim dam oldi. Endi buni ozgina raskatach qilib, hozir pishirishga harakat qilamiz. Yupqa yoymaymiz, sal go'shliroq bo'ladi. Buni lentichkaga endi bir tekisda kesib olamiz. To'rtburchak qilib, sekin kesib olamiz. Ozgina un sepib olib, mana bunaqa dumalab chiqamiz. Mana ko'rasizlarmi, dumalospat bo'lib qoladi o'zi. Qozonga olov yoqib, yog' solib, yog'ni qaynoq holiga keltiramiz. Qozonimizda yog' qizidi, endi bunga mini bo'g'irsoqchalarim pishdi. Bo'g'irsoqchalarimni sovutib oldim. Endi bunga sg'ushonli moloko solamiz. Endi ustiga bezak beramiz, ozgina yong'oq sepamiz. Endi ozgina tursa-yu, vobshem zo'r bo'lardi. Bir-biriga yopishib, qapishib, vobshem nastoyevать qilsa zo'r bo'lardi, lekin men unaqa sabrim yetmaydi. Hozir sizlar bilan birgalikda yeb ko'ramiz azizlarim. Bismillahirrohmanirrohim. Bittada ikkita ushiydi Nargiz opa. Bismillahirrohmanirrohim. Ayni yong'oqli joyidan. Vobshem mazasi zo'r. Umuman mazasi bomba. Hammaga tavsiya qilamiz. Oson, tez, uydagi bor narsadan yo iftorga yo saharlikka azizlarim osh bo'lsin.